Salom do'stlar, sizlar bilan Umiko. Men sizlarga bugun juda ham oson yo'nalishni ko'rsatib beraman va men qanaqa prosmotr oladi bu yo'nalishni bitta YouTube kanalda ko'rsataman. Namuna sifatida va bizdagi narsalar qaranglar, ishlatiladigan narsa to'rttagina narsa. To'rttagina narsa orqali oyiga qancha pul ishlasa bo'lishini ko'rsatib beraman men sizlarga. Asmer yo'nalishida. Kelinglar, videoni ko'rishdan oldin like bosib, kommentariyaga yana nimalarni o'rgatishimni yozib qoldiring. Qani ketdik. Men sizlarga hozir bir kanalni ko'rsataman, YouTube kanalida qancha prosmotr kuniga olyapti. Kelinglar, kompyuterimiz orqali ko'rsatib beraman. Bizning ko'rsatadigan kanalimiz qaranglar, bir kun oldin 134 mingta prosmotr. Endi qaranglar. 2 kun oldin qo'yilgan video 111 mingta. 3 kun oldin qo'yilgan video 137 mingta. 100 mingta prosmotrga $100 pul beradi. Hozir men sizlarga bu kanalda yana pastroqqa tushib ko'rsataman. 3 kun oldin 210 mingta prosmotr. Yana tushamiz. Mana 5 kun oldin 274 ming, 102 ming, 300 mingta 300 mingta prosmotr $300. YouTube har mingta prosmotrga $1, 100 mingtaga $100 beradi. 300 mingtaga $300. Bir dona video 1 minutlik asmer qilingan $300 pul topayapti. Endi o'ylab ko'ringlar. Bitta ikkita video $400. Bu yerda $400 ga bu yerda ham $200 berdi deylik, $600 3 ta video ishlayapti. 1 minutlik video, asmer video qilindi. Endi bu kuniga bittadan video qo'yadi. Kuniga bittadan qo'yaman. Bir kun avval 134 ming, 100 ming. Xullas, do'stlar, asmer yo'nalishida men sizlarga hozir qanaqa qilinishini ko'rsataman. Kelinglar. Hozir mana asmer. Opa. Qaranglar. O'zi tishlab oldi, o'yey. Keyin bunday qilamiz. Asmerda chiqirilaydi-ku, bolalar ko'rib o'tiradi oxirgacha. Va bu yerda wow, xullas boru asmer yo'nalishiga uncha montaj qilish ham kerak emas. Faqat video olinadi va mana qaranglar. Faqat video olinadi va video qo'yilishi kerak. 1 minutlik video. Qiyin emas yo'nalish, juda ham oson yo'nalish. Men sizlarga buni polni o'rgataman. Darsligimiz chiqsin desalar ham, juda ham ko'p kishi darslik so'rayapti. O'rgating, qanaqa kanal ochadi, qanaqa qilib pul yechadi YouTubedan. Hammasini o'rgating deb juda ham ko'p kishi so'rayapti. Mayli, sizlar uchun darsligimni chiqaraman. Telegram kanalimga o'tsalaring, darsligim bo'ladi. Qanaqa darslik? Darslik bu hafta chiqadi. Darslikda YouTube kanal ochib, yo'nalishlar, turli xil yo'nalish. Men juda ham ko'p yo'nalishlarda ishlayman. Turli xil yo'nalishlarda ko'rsatib, pul yechgunicha qanaqa qilib bankdan YouTube pulni yechadi, qanaqa qilib video oladi, montajlari, hamma narsasi noldan chiroyli, akkuratni o'rgatilgan darsligim chiqadi. Kimdir sotib olmoqchi bo'lsa, bemalol yozsa bo'ladi. Qiziqganlar YouTube'ga. Realni pul bor YouTube'da. Chunki men anchadan beri pul ishlab kelaman. Menga bu studio, uy, mana shu yerda uyda ham YouTube'dan pul ishlab olganman. Mashina olganman. Studio qilib qo'yganman. Kompyuterlarim ko'p juda ham. Stream qilaman men o'zim ham. Yo'nalishlarni juda ham ko'pini bilaman. Ancha yildan beri YouTube bilan shug'ullanib kelaman. Do'stlar, buni kimdir o'rganmoqchi bo'lsa, juda ham ko'p kishi qiziqyapti. Instagramlarda ham ko'rgan bo'lsalaring, YouTube'da meni ko'rgan bo'lsalaring ham chiroyli qilib sizlarga YouTube kanalimda ham ko'rsatib beryapman. Dona darslikda o'ta akkuratni qilaman. Chiroyli 0 odam ham tushunadigan qilib men darslik qilib beraman. Kimdir olmoqchi bo'lsa, YouTube'dan pul ishlamoqchi bo'lsa, men Telegram kanalimga Umiko YouTube, mana shu YouTube kanalimni ko'rayotgan bo'lsalaring, YouTube kanalim ustiga bir bossalaring, tepada Telegram kanalimni qo'yib qo'yganman. Telegram kanalimga kiringlar.
o'sha yerda to'liq men ma'lumot beraman darslik haqida yoki mana shu Asmerda videolarning nomi qanday qilib qo'yiladi, soat nechida qo'yiladi bu videolar. Men sizlarga bularni Telegram kanalimda ko'rsatib beraman. YouTube'dan realniy daromad ko'p do'stlar. Oddiy Asmer yo'nalishi orqali o'zimni kumush knopkalarim ham ko'p. Bu yoqda bittasi turibdi, bu yoqda bittasi turibdi. YouTube'ni o'rganinglar do'stlar. Kelajak hali O'zbekistonda juda ham orqada YouTube bo'yicha, chunki hali hech kimda tushunchasi yo'q. Kirgan odamlar ham, masalan men kirgan bo'lsam, YouTube'dan pul ishlagan bo'lsam, shuncha pul ishlab, uy, mashin, shunaqa narsalar olgan bo'lsam, hech kimga aytmaganman-da, shuncha yil. Masalan men YouTube'dan ishlab uy olganman, YouTube'dan ishlab mashin olganman, hech kimga aytmaganman. Hozirgi vaqtda juda ham ko'p kishi YouTube'ni o'rgatyapti, bilimi bor. Xuddi menga o'xshab bilimini sotib ham pul ishlayapti, YouTube'dan ham pul ishlayapti. Ko'p kishi aytadi, YouTube'dan pul topsang nima qilasan, darslik qilib deyapti. Men darslik qilsam ham, sizlarga masalan darslik qilib sotsam ham, YouTube menga pul beraveradi. Sizlar ham qilsalar YouTube pul beraveradi. Chunki YouTube sizlarning qo'ygan videolaringga reklama joylaydi. Masalan, televizorda kino chiqadi. Kino ko'rib o'tirganlaringda reklama chiqib qoladi, to'g'rimi? Bironta mahsulotni reklamasi, shampun, sovun, o'sha kompaniyalar ham televizorga pul to'laydi reklamaga. YouTube'ga ham sizlarning videolaringning ichiga reklama chiqishi uchun odamlar, katta kompaniyalar YouTube'ga pul to'laydi. YouTube sizlarga pul berib to'lab beradi. U bank orqali yechiladi. U ham oson. U narsalar ham o'rgatiladi. Men shu vaqtgacha yechib kelganman. Instagramda ko'rgan bo'lsalar, qancha pul yechganman, bankdan borib yechganlarimgacha ham qo'yganman. Realni ishlasa bo'ladi. Kelinglar, men sizlarga yana bir kanallarni ko'rsatib beraman. Xohlasalaring. Hozir bir kanalga kiraman. Pul ishlaydigan kanalga-da. Hozir ko'rasizlar. Akkauntimni ko'rsatmay turayin sizlarga. Chunki bu parol narsalar ko'rinib qolishi mumkin. Hozir bitta kanalni ko'rsatib beraman sizlarga. YouTube'dan pul bormi deganlar uchun. Sekund. Kelinglar, bitta kanal hozir mana bir kanalimiz $69 ishlagan 21-noyabr 2025. 21-dan $69, $67, $82, $85 18-noyabr kuni bergan YouTube. Buni bemalol pulda yechsa bo'ladi. Hozir sizlarga AQSh dollarida qilib ko'rsataman. So'mda qilib ko'rsataman. Bu AQSh dollar turibdi. O'zbek so'mi kuniga qancha berayotganini ko'rasizlar. Kuniga 1.500.000, 1.600.000 kuniga 1.900.000, 800.000, 800.000, kamida 800.000. Bu oddiy kanal, eng qizig'i bu oddiy kanalni sizlarga hozir ko'rsatib beryapman. Bundan zo'r kanallarim bor. Sizlarga ko'rsatsam realni ko'rinib ketishi mumkin. Yo'q, bu haqiqatmi deb qolishlaring mumkin. Bu haqiqat. Sizlarga kamini ko'rsatyapman. Chunki YouTube juda ham katta daromad to'laydi. Chunki u yerda chet elda katta kompaniyalar bo'lar, Cola, Pepsi yoki juda ham katta kompaniyalarda masalan topayotgan pulini 100% dan 50% ni reklamaga ishlatadi ular. Reklamaga ishlatadi. Reklamaga ishlatgandan keyin biz masalan YouTube'ga video qo'yapmiz-ku, o'shani ichida reklama chiqadi. Ana shu 50% ni kompaniyalar katta million dollarlik pul topadigan 50% ni YouTube'ga o'tkazadi. YouTube esa qanchadir foizini o'ziga olib qolib, keyin video qo'yadigan kontent mana shunaqa YouTuberlarga pulni to'lab beradi. Videosini ichida reklama chiqqani uchun. Bemalol Asmer yo'nalishmi, boshqacha yo'nalishmi, hammasiga pul to'laydi. Men sizlarga buni o'rgataman. Kanalimda aktiv bo'linglar, obuna bo'lib, yana nimalar o'rgatishimni yozib qoldiringlar. Telegramimga hozir o'tib olinglar. YouTube kanalim ustiga bossalaring,
shu yerda tepada yana degan tugmani bossalaring Telegram turibdi. Telegramga bossasizlardan zaпрос tashlaysizlar, men sizlarni yopiq kanalimga qo'shib qo'yaman.